Xo'sh, smartfon qanaqa bo'lishi kerak? Kamerasi tiniq, batareykasi uzoqqa yetadigan, dizayni chiroyli. Honor X7D smartfoni bilan tanishamiz. Honor X7D byudjet segmentidagi smartfon bo'lishiga qaramay, xarakteristikalari chakki emas. Ayniqsa zarbalarga qarshi SGS sertifikati va chang hamda suvdan IP65 darajadagi himoyasi yana ham kuchliroq qiziqish uyg'otdi. 120 Hz yangilanishli LED displeyi yuqori tiniqlikdagi tasvirlarni ta'minlaydi. Quvvati esa bemalol 2 kunga yetishi mumkin, chunki endi unda 6500 mAh batareyasi bor. 108 megapiksellik kamera bilan suratga olish ham boshqacha zavq bag'ishlaydi. Desert Gold, Meteor Silver, Velvet Black ranglari aniq hech qaysi foydalanuvchini bee'tibor qoldirmaydi. Honor X7D ning chidamlilik darajasiga yana bir bor to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Kompaniya taqdim etgan videoroliklarga nazar tashlang. Bu chindan ham smartfonmi yoki po'lat bo'lagimi deb o'ylab qolasiz. Ushbu smartfonni ishonch do'konlaridan tez kunlarda birinchilardan bo'lib muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.